ozish uchun eng muhim gormonlar. Birinchisi, insulin bu qondagi qand miqdorini normallashtiradi. Ortiqcha uglevod yeyish insulinni keskin ko'tarilishiga, bu esa tanada yog' yig'ilishi va shirinlikka bo'lgan ehtiyojni oshishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, leptin gormoni. Aynan sizdagi ortiqcha vazn sabab hujayra leptinga befarq bo'lib qoladi. Natijada siz to'yganingizni his qilmaysiz. Uchinchisi bu grelin. Aynan bu gormon tanamizda ochlik hissiga javobgar. Sizdagi nosog'lom ovqatlanish bu gormonni oshishiga sabab bo'ladi. Yechimi esa juda ham oddiy. Ovqatlanish oralig'idagi perikuslarni umuman olib tashlang. Ikkinchisi 22:00-23:00 oralig'ida uyquga yoting. Uchinchisi esa aynan mani ozish marafonimda qatnashing. Chunki mani marafonimda bu gormonlarni uy sharoitida normaga keltirish yo'llarini o'rgataman. Marafon haqida to'liq ma'lumotni olish uchun kommentariyada bir raqamini qoldiring. Men sizga marafon haqida to'liq ma'lumotni yuboraman. Aytgancha vaznimizni nazorat qiladigan boshqa gormonlar ham bor. U gormonlarni keyingi reelsda aytib o'taman. Shu sabab meni sahifamga obuna bo'ling.